Birinchi tur 3-savol. Ushbu ifodaning qiymatini hisoblashimiz kerak. 6 va 12 ning eng kichik umumiy karalisi 12 ni o'zi bo'lib qoladi. Qo'shilgan. Yana o'sha 6 bilan 12 ning eng katta umumiy bo'luvchisi e kubi 6 bo'lib qoladi. Endi hisoblab o'tirmadim. Juda sodda savol. Hamma bilsa kerak e kub bilan e kubni hisoblashni. Taqsim ildiz ostida. Endi 3 va 12, 12 va 3. Ikkalasi bir xil, shunchaki joy almashgan chalg'ituvchi narsa. Bir qoida bor edi. Agar ikki bir xil sonning e kublari va e kuklari ko'paytmasi so'ralgan bo'lsa, bizdagi natija o'sha ikkita sonni ko'paytmasiga teng bo'lardi. Ya'ni a ko'paytirilgan b ga. Demak, bizda 3 va 12, 12 va 3 kelyapti. Ikkalasi ham bir xil bo'lgani uchun ildiz ostida 3 kara 12 deb ketaveramiz. Mana shu e kub va e kubni ko'paytmasini. Teng 12 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak, 18 degan javob chiqar ekan. 3 kara 12 36, 36 dan ildizdan 36 dan 6 chiqadi ildizdan tashqariga. 18 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 degan javobga kelar ekan.